Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Slayd ko'rinyaptimi sizlarga? Assalomu alaykum ustoz, ha ko'rinyapti. Assalomu alaykum. Xo'p, yaxshi. Hurmatli talabalar, demak, bugungi milliy va jahon jurnalistika tarixi fanidan navbatdagi ma'ruza darsimizni boshlaymiz. Bugungi ma'ruza darsimizning mavzusi 19-asr rus jurnalistika tarixi deb nomlanadi. Endi navbatma-navbat rejalar va ma'lumotlar bilan ketma-ketlikda sizlar bilan tanishtirib o'taman. Demak, birinchi rejasi rus jurnalistikasining o'ziga xos xususiyatlari. Ikkinchi rejamiz maxsus jurnalizm matbuot taraqqiyotidagi yangi bosqich va keyingi uchinchi rejamiz esa yangi jurnalizmning yuzaga kelishi deb nomlanadi. Xo'p, Rossiyada birinchi bosmaxona podshoh Ivan IV tomonidan Moskva shahrida 1564-yilda tashkil etilgan. 1560-yilda bu yerda ibodatnoma deb nomlangan birinchi kitob chop etilgan. Kitob bosmasi tufayli axborot tarqatishning ommaviyligi va tezkorligi mutlaqo yangi darajaga ko'tarilgan. Yana bir bor ketma-ketlikda mavzuni tanishtirib o'tay, hurmatli talabalar. Demak, 19-asr rus jurnalistikasi tarixi rejamiz birinchisi rus jurnalistikaning o'ziga xos xususiyatlari. Ikkinchi rejamiz maxsus jurnalizm matbuot taraqqiyotidagi yangi bosqich va uchinchi rejamiz esa yangi jurnalizmning yuzaga kelishi deb nomlanadi. Demak, Rossiyada birinchi bosmaxona podshoh Ivan IV tomonidan Moskva shahrida 1564-yilda tashkil topilgan. 1565-yilda bu yerda ibodatnoma deb nomlangan birinchi kitob chop etilgan. Kitob bosmasi tufayli axborot tarqatishning ommaviyligi va tezkorligi mutlaqo yangi darajada ko'tarildi. Rossiyada jurnalistika biz o'rgangan Yevropa davlatlari ichida kech paydo bo'lgani bilan ajralib turadi. Uning taraqqiyoti ham boshqalarga qaraganda ancha qiyinchilik bilan kechdi. Rus jurnalistikasi ingliz, nemis yoki golland jurnalistikasiga o'xshab nisbatan erkin sharoitlarga rivojlangani yo'q. U har doim va shaxsan podshohning nazorati ostida bo'lib kelgan. Hatto bu mamlakat matbuotida birinchi gazeta bevosita Pyotr I tashabbusi bilan asos solindi. Qudratli hukmdor Vedomosti gazetasini chop ettirguniga qadar rus davlatida biron bir davriy nashr yoki edi. Aslida u paytlarda mamlakatda gazeta chiqarishga sezilarli ehtiyoj ham bo'lmagan. Undan keyin esa u har doim hukumat va shaxsan podshohning nazorati ostida bo'lib kelgan. Hatto bu mamlakat matbuotida birinchi gazetaga bevosita Pyotr I tashabbusi bilan asos solindi. Qudratli hukmdor Vedomosti gazetasi chop etguniga qadar rus davlatida biror bir davriy nashr yaratgan edi. Aslida u paytlarda mamlakatda gazetaga chiqarishga sezilarli ehtiyoj bo'lmagan edi. Rossiya madaniylashgan, Yevropadan ancha ortda qolgan va yopiq mamlakat edi. Shuning uchun ham G'arbiy Yevropada ro'y berayotgan o'zgarishlar, texnologiyalar, yangiliklar Rossiyada katta kechikishlar bilan o'z ifodasini topar edi. Bundan tashqari ichki konvertizm ham mamlakatning rivojlanishiga to'sqinlik qilar edi. Albatta, Vedomosti chiqquniga qadar xorijiy gazeta vaqti bilan Rossiyaga
kelib turgan. Lekin ular podshoh saroyida tashqariga chiqmasdan, saroyda esa chet el gazetalaridagi ayrim maqolalar tarjima qilib, qo'lyozma tarzda ko'paytirish an'anasi amal qilinar edi. Bunday tarjimalar podshoh va uning atrofidagi eng yaqin kishilarga o'qishga berilardi. Pyotr hukumat tepasiga kelgandan keyin vaziyat ancha o'zgardi. U yevropacha ruhdagi zamonaviy Rossiyaning barpo etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Tabiiyki, Yevropa an'analarini olib kirmasdan turib, mamlakatni zamonaviylashtirishning iloji yo'q edi. Podshoh misli ko'rilmagan islohotlarni boshlab yubordi. Ilk rus gazetasi ancha shu davrning mevasi sifatida tug'ildi. 1702-yili 15-dekabrda Pyotr xorijiy va ichki hodisalar haqida xabar beradigan vedomosti chiqarish haqidagi farmonga imzo chekdi. Oradan bir kun o'tib, 17-dekabr kuni Moskvada gazetaning soni dunyo yuzini ko'rdi. Uning ikkinchi soni 27-dekabrda, uchinchisi esa 1703-yili yanvar kundan chiqqanligini ma'lum qildi. Lekin nashrning dastlabki ikki soni saqlanmagan. Vedomosti gazetasi xabarlari xilma-xilligi intilishi bo'lsa-da, aslida uning vazifasi yangiliklardan xabardor qilish yoki mamlakatning siyosiy qarashlarini shakllantirish emas, balki armiya faoliyatining qayta tiklantirishni, buyruq va farmonlari, turli yo'riqnomalari va ko'rsatmalarni xalqqa yetkazishdan iborat edi. Hukmdor gazetadan o'zining siyosatini amalga oshirish va har xil islohotlarni kuchaytirish maqsadida foydalanardi. O'shanda gazetada Moskva shahrida misdan quyilgan 400 taga yangi zambarak, boshqa o'qotar qurollar ishlab chiqilganini hamda 40 ming miqdordagi mis zaxirasi yangi qurollarni ishlab chiqarish shay turgani haqidagi xabarni e'lon qiladi. Mazkur xabarda harbiy sir oshkor etilgan bo'lsa-da, gazetani nashrga tayyorlashda Pyotr shaxsan o'zi qatnashgan va ushbu ma'lumot atayin e'lon qilingan edi. Umuman harbiy mavzularga gazeta materiallarini asosini tashkil etar edi. Gazeta Pyotr Ining xohishiga qarab chiqarilar edi. Masalan, 1703 va 1704-yillarda gazetaning 39 tadan soni chiqqan bo'lsa, islohotlar va harbiy yurishlar ancha susaygan edi. 1717-yili 3 ta, 1718-yilda esa bor yo'g'i bitta soni e'lon qilingan. Faqatgina 1728-yilga kelib Rossiyada birinchi muntazam gazetani chiqarish yo'lga qo'yildi. Shu yili Vedomosti gazetasini nashr etish Rossiya Fanlar akademiyasi tasarrufiga o'tgandan keyin Rossiyada birinchi muntazam gazetani chiqarish yo'lga qo'yildi. Yana qayta aytaman, hurmatli talabalar, demak, umuman harbiy mavzular gazeta materiallarining asosini tashkil etar edi. Gazeta Pyotr Ining xohishiga qarab chiqarilar edi. Masalan, 1703 va 1704-yillarda gazetaning 39 tadan soni chiqqan bo'lsa, islohotlar va harbiy yurishlar ancha susaygan. 1717-yili 3 ta, 1718-yilga kelib esa bor yo'g'i bitta soni e'lon qilingan. Faqatgina 1728-yilga kelib Rossiyada birinchi muntazam gazetani chiqarish yo'lga qo'yildi. Shu yili Vedomosti gazetasini nashr etish Rossiya Fanlar akademiyasi tasarrufiga o'tgandan keyin Rossiyada birinchi muntazam gazetani chiqarish
yo'lga qo'yildi. Uning nomi Sankt-Peterburgskiy Vedomosti deb o'zgartirildi. Doimiy davriy nashrga aylangan gazeta haftada 2 marotaba seshanba va juma kunlari chiqib turdi va u uzoq vaqt Rossiyaning yagona gazetasi bo'lib qoldi. Mashhur rus olimi Lomonosov 1748-1751 yillar oralig'ida uning muharriri sifatida faoliyat ko'rsatgan. Yana qaytib aytib o'taman, hurmatli talabalar, aynan uning nomi Sankt-Peterburgskiy Vedomosti deb o'zgartirildi. Doimiy davriy nashrga aylangan bo'lib, gazeta haftada 2 marotaba seshanba va juma kunlari chiqib turdi va uzoq vaqt Rossiyaning yagona gazetasi bo'lib qoldi. Mashhur rus olimi esa Lomonosov 1748-1751 yillar oralig'ida uning muharriri sifatida faoliyat ko'rsatgan. Undan so'ng esa 26aprelda Moskva davlat universiteti qoshida Moskovskiy Vedomosti gazetasining ilk soni chop etildi. 1755-yilning yanvarida Lomonosov va boshqa olimlarning tashabbusi bilan Rossiya Fanlar akademiyasining Ежемесячное сочинение jurnali yorug'lik yuzini ko'rdi. Oradan ko'p o'tmay Rossiyada ilk xususiy nashrlar paydo bo'la boshladi. Yana qayta takrorlayman, hurmatli talabalar, demak 1756-yil 26-aprelda Lomonosov Moskovskiy Vedomosti gazetasining ilk soni chiqdi. 1755-yilning yanvarida esa Lomonosov va boshqa olimlarning tashabbusi bilan Rossiya Fanlar akademiyasining Ежемесячное сочинение jurnali yorug'lik yuzini ko'rdi. Oradan ko'p o'tmay Rossiyada ilk xususiy nashrlar paydo bo'la boshladi. 1759-yilning yanvarida Peterburgda birdanigida ikkita nashr, Sumarovkaning Trublюбивая Pichela va Peterburg kadetlari korpusi o'qituvchilari hamda bitiruvchilarning Praznoye Vremya jurnallari chopdan chiqa boshladi. 1760-yillar boshida va 1780-yillarning o'rtalariga qadar Rossiya jurnalistikasi tarixida o'ziga xos oltin davr bo'ldi. Demak, 1760-yillar boshidan 1780-yillarning o'rtalariga qadar Rossiya jurnalistikasi tarixida o'ziga xos oltin davr bo'ldi. Imperator Yekaterina II matbuot erkinligiga xayrixohlik bildirishni natijasida mamlakatda ingliz axloqiy haftaliklari shakli va ko'rinishidagi o'nlab jurnallar paydo bo'ldi. Dastlab 1760-yillar boshida Moskva universiteti qoshida qator davriy nashrlarni chiqarish yo'lga qo'yildi. Demak, imperator Yekaterina II matbuot erkinligiga xayrixohlik bildirishi natijasida mamlakatda ingliz va axloqiy haftaliklar shakli va ko'rinishdagi o'nlab jurnallar paydo bo'ldi. Dastlab 1760-yillar boshida Moskva universiteti qoshida qator davriy nashrlar chiqarish yo'lga qo'yildi. Undan so'ng esa 1769-yili imperator Yekaterinaning kotibi Kazekskiy Vsikaya Vsechina haftalik jurnaliga asos soldi. Demak, 1769-yili imperator Yekaterinaning kotibi Kazekskiy Vsikaya Vsechina haftalik jurnaliga asos soldi. Ushbu nashr 2-yanvar kuni chiqqan bo'lsa, keyingi 5 oy ichida shaharda yana 6 ta yangi jurnallar chop etildi. Nihoyat iyul
oyida Odeskaya pochta jurnalining birinchi soni nashrdan chiqdi. Qizig'i shundaki, ushbu jurnallardan faqat ikkitasi Vsikaya Vsechina va Turetin 1770-yilga eson-omon o'tib olish baxtiga muyassar bo'lgan. Qolganlari bir yilga yetmasdan nashrdan to'xtadi. Turetin o'zining qat'iy ovozi va tanqidiy materiallari tufayli tezda ommaviylashib, jurnal satirasi janrining rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Vsikaya Vsechinada esa rasmiylik kuchlilik qilgan bo'lsa-da, yengil kulgi ruhidagi maqolalar va rus yozuvchilarining amaldorlari ustidan norozilik shikoyatlarga ham keng o'rin berildi. Har ikki jurnal 1770-yilda o'z faoliyatini to'xtatdi. Shuningdek, Parneskaya Xpetelnik 1770, Trudolюбивый muraviy 1771, Живописец 1772, Собеседник друзей, Российские словности, Moskva jurnal, Sankt-Peterburgskiy jurnal va boshqa jurnallar chop etildi. Rossiyada jurnalchilik faoliyatida ancha jonlanish kuzatilgan bo'lsa-da, gazetachilik ishlari hamon rivojlanmay qolib ketayotgan edi. Bu asr davomida o'tkir va muayyan ta'sir kuchiga ega siyosiy nashrlar ham, bironta kundalik gazeta ham chop etilmadi. Ehtimol bunga Yekaterina II hukmronligi zamonida adabiy jurnallarni rivojlantirishga katta e'tibor berilib, gazetachilik ishlari va siyosiy jurnalistikaga ravnaq bag'ishlash atayin nazardan chetda qoldirilgan asosiy sabab bo'lgandir. Umuman, Rossiyada adabiy jurnalistika bobidagi erkinlik ham uzoq bormadi. Yekaterina o'z podshohligining so'nggi yillarida mamlakatda rahbarlik ishlarida bir qator qiyinchiliklarga duch kela boshladi. Uning davlat boshqaruvi va siyosatidagi ko'plab xatolar matbuotdagi hajviy asarlarda o'z ifodasini topdi. Matbuot imperatori xonimning hatto saroydagi ishqibozliklari va shaxsiy xushtorlari haqida yozishdan ham qaytmadi. Natijada Rossiyada matbuot erkinligi sekinlik bilan chegaralana boshladi. Satira va tanqid tig'i tobora o'tmaslashib bordi. 1780-yillarning ikkinchi yarmiga kelib, jurnalchilik ishlari o'ta nochor ahvolga kelib qoldi. 1796-yili imperator Pavel taxtga o'tirgandan keyin matbuotning ahvoli yana xaroblashdi. U birinchi navbatda matbuot ustidan senzurani kuchaytirdi. Liberalizm g'oyalari va unga har qanday ishoralar mutlaqo taqiqlandi. Qator nashrlar yopildi. Hatto Svetning siyosiy jihatdan beozorgina Gulliverning sayohatlari asari erkinlik g'oyalari madh etilganlikni ayblanib taqiqlab qo'yildi. Davriy matbuotda fransuz inqilobi haqida eslash va inqilobiy ildizga ega bo'lgan inqilob, fuqaro, sinf, jamiyat, vatanparvar, serjant kabi so'zlar ishlatish man etilgan edi. Nihoyat, fransuz inqilobi davrida chop qilingan har qanday nashr, jurnal, gazeta va kitoblar olib qo'yildi hamda ularni o'qish taqiqlandi. Pavel vafotidan so'ng 1801-yilda imperator Aleksandr taxtga o'tirgach, mamlakatda matbuot sohasidagi qatag'onlar biroz yumshaydi va reaksiyasi to'xtatila boshladi. 15-16 asrlarda axborot tarqatish havaskorlik mashqlaridan obro'li va samarali tadbirkorlik turiga aylandi. Yangiliklar savdosining avj olishi, Venetsiya, Germaniyaning yirik shaharlarida avizo deb nomlangan qo'lyozma shakldagi gazetalar tarqatilishi
15oltminchi yillarga to'g'ri keladi. Nyurnberg Germaniyaning ko'zi va qulog'i deb nomlangan. O'sha davrda qo'lyozma va yangiliklar axborotnomasini tarqatuvchi Fugerlar byurosi katta shuhrat qozondi. Undan so'ng esa gazetalar oddiy yangiliklar emas, ma'rifat tarqatuvchi muhim qurol ekanligini birinchilardan bo'lib avstraliyalik Mixail fon Aynsing kashf etdi. U dastlab Kyoln sezdi muzokaralaridagi eng mojaroli vaziyatlar xususida bahs yuritilgan lavhalarni yig'adi va risola shaklida chop ettirib Frankfurt bozorlarida sotadi. Mazkur to'plam mavzuning dolzarbligi, ifoda uslubining aniq va tushunarligi bilan katta shuhrat qozonadi. Gazetalarda demak oddiy yangiliklar emas, balki ma'rifat tarqatuvchi muhim qurol ekanligini birinchilardan bo'lib avstraliyalik Mixail fon Aynsing kashf etgan ekan. U dastlab Kyoln sezdi muzokaralaridagi eng mojaroli vaziyatlar xususida bahs yuritilgan lavhalarni yig'adi va risola shaklida chop ettirib Frankfurt bozorlarida sotadi. Mazkur to'plam mavzuning dolzarbligi, ifoda uslubining aniq va tushunarligi bilan katta shuhrat qozonadi. Bu esa Aynsingning ruhlantirib jurnalistik faoliyatini davom ettirishga turtki bo'ladi. 1588-yilda bosilib chiqqan risolasi siyosiy voqealar hisobotini qamrab oladi va tarixda realitiyo, ya'ni hisobotlar yoki yarmarka axboroti nomi bilan davriy nashrlarning paydo bo'lishiga zamin yaratadi. Aynsning ko'plab davomchilari paydo bo'ldi. Yarmarka hisobotlari butun Germaniya bo'ylab tarqalishni boshladi. 16-asrda Venetsiya Yevropadagi ulkan savdo markazlari biriga aylangan edi. Yirik mulkdorlar, savdogarlar, kema kapitallari ushbu shaharda tovar sotish va sotib olish bilan shug'ullanardilar. Ularni dunyoda ro'y berayotgan yangiliklar ko'proq qiziqtirardi. Yangiliklar yozilgan varaqalar mayda tanga gazetaga sotilardi. Biz bugun ommaviy axborot vositalarida qo'ylaydigan gazeta so'zi aslida qadimgi Venetsiya kumush tangasi nomidan kelib chiqqan bo'lib hisoblanadi. Yana qaytib aytib o'taman, hurmatli talabalar, demak 16-asrda Venetsiya Yevropadagi ulkan savdo markazlaridan biriga aylangan edi. Yirik mulkdorlar, savdogarlar, kema kapitallari ushbu shaharda tovar sotish va sotib olish bilan shug'ullanardilar. Ularni dunyodagi ro'y berayotgan yangiliklar ko'proq qiziqtirardi. Yangiliklar yozilgan varaqalar mayda tanga gazetaga sotilardi. Biz bugun ommaviy axborot vositalariga qo'ylaydigan gazeta so'zi aslida qadimgi Venetsiya kumush tangasi nomidan kelib chiqqan bo'lib hisoblanadi. Gazeta xizmatida hukumat manfaatlari yo'lidan foydalanish dastlab Yelizaveta hukmronligi davrida boshlandi. Ispaniyaning yengilmas dengiz floti Angliya qirg'oqlariga yaqinlashganda o'sha paytdagi birinchi vazir Burli davlat ishlari haqidagi turli mishmishlarga barham berish uchun mamlakatning turli burchaklariga xabarnomalar jo'natardi. Bu tarixda Angliya Merkuriy gazetasining paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Savremennik Pushkin tomonidan asos solingan rus
adabiy va ijtimoiy siyosiy jurnal bo'lib hisoblanadi. Yana qayta aytib o'taman, hurmatli talabalar, demak, Savremennik shoir Aleksandr Sergeyich Pushkin tomonidan asos solingan rus adabiy va ijtimoiy siyosiy jurnal bo'lib hisoblanadi. U 1836 va 1866-yillarda Peterburgda nashr etiladi. 19-asr o'rtalarida rus adabiy hayotining asosiy hodisalaridan biri 1836-yil aprelda Sankt-Peterburgdagi yiliga 4 marta nashr etilgan bo'lib hisoblanadi. 1836-yil 23-aprelda chop etilgan birinchi sonida Rozening qofiya haqida maqolasi bor edi. Umuman olganda jurnalda Nikolay Gogol, Araba tadbirkorning tongi Burun, Aleksandr Turgenev, Jukovskiy, Adinskiy, David Vazikova, Barantiskiy, Tuychev, Koltsov asarlari nashr etilgan. Unda she'riyat, nasr, tanqidiy, tarixiy, etnografik va boshqa materiallar chop etilgan edi. Pushkin Savremennikning so'nggi 2 jildining yarmidan ko'pini o'z asarlari bilan to'ldirdi. Asosan anonim jurnalning uning Pyotr I bayrami, Baxil Ritser, Arzumga sayohat, Mening qahramonimning nasl nasabi, Yetikchi, Jon Tenner, Kapitanning qizi kabi asarlarini nashr etgan. Pushkin vafotidan keyin jurnal 1837-yilda Pletnev boshchiligidagi bir guruh yozuvchilar tomonidan davom ettiriladi. Savremennik deb debyut qildilar. 1838-1847-yillarda Korovning maqolalari, hikoyalari, romanlari va tarjimalari nashr etila boshlagan. 1843-yildan boshlab o'sha paytgacha yaroqsiz holga kelgan jurnal har oyda nashr etila boshlandi. 1853-yildan jurnalning direktori Nekrasov bilan birga Chernyavskiy, 1856-yilda esa Dobrylyubov edi. 1858-yildan boshlab Savremennik liberal va konservativ jurnalistika bilan keskin polemika olib bordi va rus ijtimoiy tafakkurining inqilobiy demokratik yo'nalishning mafkuraviy markazi va minbariga aylandi. Bu tahririyatning bo'linishiga olib keldi. Tolstoy, Turgenev, Grigorovich uni tark etishdi. Shundan so'ng esa 1847-1848-yillarda rasmiy muharrir, adabiyot tarixchisi, Sankt-Peterburgda universitet professori, Sankt-Peterburgda senzura qo'mitasining senzori Nikitenko edi. Nikitenkoning o'zi serflardan kelib chiqqan va nisbatan liberal shaxs sifatida obro'ga ega edi. Biroq jurnalda u rais rolini o'ynadi. Haqiqiy siyosat Nekrasov, Belenskiy va Panayev tomonidan belgilandi. Nikitenko bu holatdan mamnun emas edi. 1847-yil 5-fevralda u kundalik daftariga yozdi. Savremennik muharrirligidan voz kechish haqida o'ylay boshladim. Men uchun noshirlar bilan doimiy kurashish juda qiyin. Ular o'z navbatida mening ta'sirim tufayli yuk bo'lishi mumkin. Ular mendan ko'r qurol sifatini kutishgan bo'lsa kerak va mening ismim niqobi ostida mustaqil harakat qilishni xohlashdi. Men bunga rozi bo'lmayman. 1848-yil aprel oyida Nikitenko Savremennik muharriri lavozimidan iste'foga chiqadi. Panayev jurnalning rasmiy muharriri bo'ldi. Jurnal dasturi uning mafkuraviy yetakchisi Belenskiyning maqolalari bilan belgilandi. May oyidagi yong'inlardan so'ng jurnal 1862-yil iyun oyida zararli yo'nalish uchun 8 oyga to'xtatildi. 1863-yildan boshlab Nekrasov
tomoniga qayta tiklangan jurnal tahririyati tarkibi Saltikov, Shijeret, Antonovich, Yelisev, Pipin kirgan. Unda Saltikov, Rechenko va asarlari nashr etilgan. 1866 yil iyun oyida jurnal nashr qilishdan to'xtatiladi. Fuqarolar urushi davrida esa gazetalar soni Angliyada 20 dan oshdi. 1642-1649-yillar orasida esa partiyalar kuchli raqobatga kirishib, 170 ga yaqin gazetalar nashr etila boshladi. 1657-yilning 16-iyunida Public Advisor gazetasi birinchi bor shokolad haqida e'lon berilgan. Siyosiy Merkuriy sahifalarida ham asta-sekin turli e'lonlar chop etila boshlangan bo'lib hisoblanadi. Hurmatli talabalar, shu yergacha agar ma'ruzani tinglagan bo'lsangiz, shu o'rinda endi ozgina yozdirsam yaxshi bo'lardi. Xo'p, demak birinchi bo'lib daftarimizga mavzuni yozib qo'yamiz. Demak, mavzu 19-asr rus jurnalistikasi tarixi bo'lib hisoblanadi. Mavzuni yozgan bo'lsangizlar, demak yana mavzuni qayta takrorlab o'taman. 19-asr rus jurnalistikasi tarixi. Xo'p, reja birinchisi. Rus jurnalistikasining o'ziga xos xususiyatlari. Rus jurnalistikasining o'ziga xos xususiyatlari. Ikkinchi rejamiz. Maxsus jurnalizm matbuot taraqqiyotidagi yangi bosqich. Ikkinchi rejamiz. Maxsus jurnalizm matbuot taraqqiyotidagi yangi bosqich. Uchinchi reja. Yangi jurnalizmning yuzaga kelishi. Yangi jurnalizmning yuzaga kelishi. Rossiyada jurnalistika biz o'rgangan Yevropa davlatlari ichida eng kech paydo bo'lganligi. Rossiyada jurnalistika biz o'rgangan Yevropa davlatlari ichida eng kech paydo bo'lganligi bilan ajralib turadi. Eng kech paydo bo'lganligi bilan ajralib turadi. Uning taraqqiyoti ham boshqalarga qaraganda ancha qiyinchilik bilan kechdi. Rus jurnalistikasi ingliz, nemis yoki golland jurnalistikasiga Rus jurnalistikasi ingliz, nemis yoki golland jurnalistikasiga o'xshab nisbatan erkin sharoitlarda rivojlangani yo'q. U har doim Assalomu alaykum.
har doim hukumat va shaxsan hukumat va shaxsan podshohning nazorati ostida bo'lib kelgan. Shaxsan podshohning nazorati ostida bo'lib kelgan. Hatto bu mamlakat matbuotida birinchi gazeta bevosita Pyotr I tashabbusi bilan asos solindi. Pyotr I tashabbusi bilan asos solindi. Qudratli hukmdor Vedomosti gazetasini chop ettirguniga qadar Rus davlatida biron bir davriy nashr yo'q edi. Rus davlatida biror bir davriy nashr yo'q edi. Aslida u paytlarda mamlakatda gazeta chiqarishga sezilarli ehtiyoj ham bo'lmagan. Demak, aslida u paytlarda mamlakatda gazeta chiqarishga sezilarli ehtiyoj ham bo'lmagan. Xo'p, darsimizni boshidan beri oldingi darslarimizda ham biz gazeta haqida, jurnalistika haqida imkon boricha ma'lumot berishga harakat qilyapmiz, hurmatli talabalar. Shu o'rinda bittagina savol bermoqchiman. Xo'p, o'zi jurnalistika nima degani? Jurnalistikaning faoliyati qanday? Nima bilan uni baholay olishimiz mumkin? Va bugungi kunda bizning jurnalistikamiz qay darajada o'z faoliyatini